Bitta zapravkada 1000 kilometr probegni ders uradigan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Trassada, xudo xolasa 1000 kilometr, shahar ichiga 800-900 kilometrni dirsillatib uradigan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Original jihozlari va barcha bonuslari bilan propan gaz ustanovka qilib berildi. 90 litrlik ustanovka qilindi. Bonusiga programma, proshivka, motor, korobka, pult zavadashi, tablosiga, sudachigacha qilib berildi do'stlar. Barcha bonuslarni hisobga olgan holda super mega skidka narxida ustanovka qilib berdi. Bu komplektatsiyamizni narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Qo'yilgan jihozlar bilan bitta-bitta tanishtirib o'tamiz. Blok upravleniya Alex Optima Pico blok upravleniyasi original Polshada ishlab chiqarilgan blok upravleniya ustanovka qilib berildi. Elektron sistema, map dachik, sudachik, pulchatligacha Polshaniki hisoblanadi. Farsukamiz Valdek italyanskiy farsukka original antika tureckiy redaktorlar bilan hid chiqarmaslik uchun fragment tanasidan foydalanadi. Kimga shunday sifatli va ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Boya aytib o'tganimizdek, barcha turdagi avtomobillarga metan, propan, gaz ustanovka xizmati mavjud. Batafsil ma'lumot va narx-navolarni pastdagi raqamlardan olishingiz mumkin.